Endi plus minus qilaylik endi. Pulni qildimda men o'zim samda yerlik qo'shdim men. Plombalarga yo'qman-da. Kena emlarga mana shuni olib bersangiz, o't-bot O'rtasidan bo'lib oling beradi. Bo'lib berishganmi? To'ylarda beramiz. gap qo'yib qara. Oy oy oy. Bo'sh. 2019-yil tavli topgan bu. Aha, chertmayapti o'zini. Baraka! Xalqda nima gap? Sergeli mashina bozorida nima gap? Bugun 5-oktyabr Sergeli mashina bozoridagi JM mashinalari bo'yicha narx-navolarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib eng qiziqarli bo'lgan mana shu Matiz'imizni narxini aytaman. Dekabrgacha $6,500 baraka qilib yuborishdi beshga. Dekabrda $6,500 qilib berar ekanlar. Qoyil. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ma'lumotlarni ayta olasizlarmi? Sotilyaptimi? Sotilyaptimi? Yili necha? 2010. Probegi? 27.800 bo'ldi-da. 28 ming yurgan. Kam yurganmi? Kraskasichi. Kraskasi kichkina petnolari bor. Kichkina yo'q-yo'q. Chakka chiqqasi bor. Narxchi. 4200 dan o'tib beramiz. Telefon raqamingizni aytib oling. 90lik 090 22 22. Rahmat aka, bozorda bersin. Xo'p, buni mashinani motor qismlarini chiroyli qilib qo'yishgan. Chaqa-chuqa joylari borligi uchun sepilgan ekan. 4200. Mana shuni videoni boshini o'zida aytib qo'yaman. Narx-navo sal ko'tarilibdi. Mashinaga lekin qoyil qolasizlar. Fikringlarni yozib qoldiringlar. Siz shunaqa Matiz'ni dekabrgacha $6,500 qilib berishga olarmidinglar yo'qmi? Kommentariyaga fikringlarni yozib qoldiringlar. Mehnatimizga bitta like bosib qo'yinglar. Biz davom etamiz. Ketdik. Assalomu alaykum aka. So'msiz. Bu sotilyaptimi? Ha, sotilyapti. Yili 13. probegi 200 yillik. kraskasichi. Kraska bor, o'tib ketadi. Ko'rib oladi teshkir. Petnomi? Yo kraska bor, ha, kiralar. Balonni qachon taqdingiz? Balonni 6 oy oldin taqdim. 6 oy nechi pulga? 1 million 300 ming. 1 million 300 ming. Nechi pullik rasxod qilyapti bu? Benzinmi? Mana benzin. 6 ta yetdi. 6 ta edi. Narxi nechi pul? Narxi 2900. Bo'lishimi yana ozgina gaplashasizmi? Gaplashamiz hozir. Telefon raqamingizni aytib oling. 90lik Aha. 719 29 93. Motorlarda texnik ishlari bormi yo'q? Yo'q. Bo'ldi, rahmat aka. Salon qismlari zo'r ekan, tez maytafon. Bitta o'tirib ko'raman, mayli? Bismillahirrohmanirrohim. Tez maytafonlari bor. Tablolar allambalosi-ku, koreyskiymi? Zo'r ekan lekin bor-ku. Qoyil elektronik qo'yibdilar qiziqarkanlar. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bitta savol beraman. Dehqonchilikmi yo Tirikchilik. Tirikchilik, mayli, bozoringiz bersin. Rahmat. Aka, salom, sotilyaptimi bu? Assalomu alaykum. Bitta ma'lumotlarni aytaverasiz. 2009 aka. Avtomati. Aha. 2009 avtomat gazi bor, kraska yetmaydi bor aka. Narxchi aka. 3,5 ming beramiz. Siz kanalizingizga aka. Bozor narxladimi yo men narxlamadimmi? Yo'q, o'zi hozir naqldim aka. Bittasini sotib oldim. O'sha bilan chuvalashib qoldim. Sotganingizni ma'lumotlarni aytavering. 2008 3100 ga sotdim avtomat. Avtomat, bu ham avtomat. Bu Yo'q. nechta rasxod qiladi mexanikaga nisbatan? Bu 6 ta-yu rasxod. Aka, rahmat. Gazi ham bor aka. 99 lik Aha. 016 20 24 aka. Bundan tashqari yana Matiz so'rashsa yo Spark Ha, so'rashsa top beraveramiz top aka. bera olasiz. Ha, top Rahmat aka, beraveramiz. bozoringiz bersin. Bemalol murojaat qilaverasizlar mana. Xo'sh, 2009-yil 340 ming yurgan, $2800 so'rashayotgan ekan. Xo'sh, motor qismlarida gazi bor ekan, metani bor, kraskasi o'tib bor ekan. $2800 so'rashyapti. 97 756 38 38. Bizani videolarimizda har doimdek dangal gapiramiz. Mehnatimizga bitta like bosib qo'yinglar, bizani qo'llab-quvvatlashni davom etinglar. Shu paytgacha biz like so'ramayotgan ekanmiz. Qo'ying, like bosib qo'yinglar. Bu kimdan ekan? Sog'lik, ma'lumot moshina o'rasiz. Ma'lumotlarni ayta olasizmi? Ma'lumoti 2008. Aha. Bez gazi bor, kraskasi ikkita eshigi, serozin. Ikkita eshigida kraskasi. Eshikning o'zidami? Ha, ana Qolganlari ikkita eshik. butuni? Yo'q, butun. But-ha. Narxchi? Narxi 4,5 ming dollarmiz, kelishamiz. Telefon raqamingizni aytib oling. 90lik 115 48 28. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Moshina bitta ko'ramiz. Xo'sh, olib keling bitta. Mana shu har doim anchadan beri chertmayapti o'zini. Mana. Meta. Xo'sh, mashina olamiz. Spark so'raganlarga Sparkni ham ko'rsatamiz hozir. Matiz'i kimdan ekan bu? Ma'lumotni aytaverasizmi? Assalomu alaykum. 2009-yil Aha. 3000 so'ramiz, kami bor. Kraskasichi? Kraska 4 ta joyda detalda bor. Probeg 300 ming. 300 ming bo'ldi. Bozor narxladimi aka?
2,5 qilishyapti-da. Bermadingiz. Yo'q, bermadim. Telefon raqamingizni aytib oling. 97lik 167 71 17. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Bemalol murojaat qilaverasizda. Ko'pchilik Sparklarni, Matizlarni so'rayotgandi. Mana Matiz qatorida Matiz narxlarini so'rab chiqyapmiz. Endi ashuni olib keling. Oy deb qara. Oy. Qilib qo'yishibdi lekin mashinani. Hozir ma'lumotlarni so'raymiz. 2003-yil ekan. 100 Voho. Kimdan aka aka bu? Asol, ma'lumotlar aytib olasizmi? Yo'q, kerak emas. Men ishonib Bahodir deng. 2400 beramiz. 2003. Motor Motori zo'r. yangi qo'yilganmi yo o'zini qilib qo'yilganmi? O'ziniki. O'zi telefon raqamingizni aytib oling. 97lik Aha. 562 43. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Xo'sh, 2003-yil ekan. Rangini bo'yab qo'yishgan ekan, $2400 so'rashayotgan ekan. Ana endi ko'pchilikga yoqadigan rang qora. Kimdan aka aka sizlardanmi? Yili necha aka buni? 13-chi. 13-yil. Probegi? 356 ming. Kraskasi. Ko'raverasizlar. Lekin bor-da, to'g'rimi? Bor. Metan gazi bor, tayyor mashina. Bor, tayyor. Texnik ishi yo'q. Yo'q. Necha pul rasxod qiladi benzinga? 6 ta chiydimi? Haydashingizga qarab Bossiga uradi. bossiga uradi aka. Narxi necha pul bo'lishi? 4400. Tepasida yana gaplashasiz. Gaplashamiz. Telefon raqamingizni ayting. 93lik Aha. 560 73. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Bu mashinalarni paytida, oldin paytida $3000-$4000 shapga berib olib chiqilgan. Agar esingizda bo'lsa, o yangi chiqqan paytlari, keyin o'sha sekin-sekin 1000, 2000, 500, 600 bo'lib narxi tushdi. Matiz lekin paytida butun shaharni lahzaga keltirgan. Hozir olamiz. Ko'ramiz. Kimdan ekan bu? 2013-yil 235 ming yurgan. Narxi necha pul ekan? $3800 so'rashyapti. 90lik 324, 27. 235 ming yurgan. Olib kelamiz. Xo'sh, Sergeli moshina bozorida Matiz qatorida mana shu ko'ryapman, yaxshilarini ko'rsatyapman. Qani ustilari yaxshilar. Necha pul ekan aka bu? 2014 305 ming yurgan. 3400. Kraskasi o'tib o'tdi bor. Udari yo'q. Svegi buton qilamiz. Telefon raqamini aytib o'rnaymi? 90lik 818 44 74. Tepasida yana gaplashib savdo qilsanglar bo'ladi. Rahmat aka, bozoringizni bersin. Xo'sh, sizlarga Sergeli moshina bozorida Matiz qatorida o'sha yaxshi ko'ringanlarini narxlarini aytib o'tdim. Endi sizlar bilan birgalikda Spark qatorida Sparklar narxlarini ko'rib chiqamiz. Endi sizlar bilan birgalikda Spark qatorida Sparklar narxlarini ko'rib chiqamiz. Aka, bilaman, kerakimga moshina olib berish niyatingiz bor. Hozircha mana shu qizil Sparkni olib berib tursangiz, ozgina o'rganib olganlardan kelib yaxshi moshina olib berasiz. Assalomu alaykum aka. Siz chachamasizmi? 2013-2014 ekan, 230 ming yurgan. Kraskasi? Kraskasi ikkita oldi krilo, o'ng tomon oldi eshik va orqa eshik o'ng tomon petnosi bor. Petno, ha? Da. Bozor narxladimi buni? Bozor 4000 ga narxlayapti. Siz necha pul so'raysiz aka? 4350 so'rayman oxiri taqalgan. Taqalgan, ha? Da. Bu tirikchilikmi, o'zingiz moshinangizmi? Tirikchilik yo'q. Tirikchilik. Telefon raqamini aytib 97lik 97lik 753 4101. 4101. 4000 ga bermadingiz. 4350 bo'lsa berib yuborasiz. Vallohi bozoringiz bersin, rahmat. Kenaymlarga mana shuni olib bersangiz, o't-bo'tlarni turtib o'rganib oladilar. Keyin jetavni ham olib beraverasiz. Ketdi. Akam kimdan ekan? Mendan. Mana shu mashinani o'ring. Ma'lumotlarni aytib olasiz. 2020-yil. Aha. Prebek 200 ming. Kraskasi? Umuman yo'q. Top-toza. Top-toza bamferi kechiradi. Bozor narxladimi aka? 6800 ga bermadim. Bermadingiz. Umuman yo'q. 7000 bo'lsa beriladi. Bo'lishi 7000 ha? Bir qo'l mashina. Telefon raqamingizni oling. 97lik Aha. 740 70 42. Endi masalan bitta savolim bor aka. 2018 121 ming yurgan, kraskasi top-toza, metan gazi bor, svejiy mashina necha pulga olib qolasiz? Nima pozitsiya? Xo'sh, anaqa. Mexanika. 18 a. Aha, 5,5 ming atrof olib qoldim. 5,5. Bozorni necha pul sotamiz? 6 ming atrof ketar, gazi bor, toza bo'lsa kraskasi. Rahmat aka, bozoringizni bersa, akalarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Alo. O'lab. Endi joylanadi e'lonlarimiz.
Bo'ldi, xo'p bo'ladi. O'zgartirib qo'yamiz narxlarni, sog' bo'ling. Xo'p bo'ladi, rahmat. Xo'sh, mana telefonlar ham qilib turishadi bizga. Sababi e'lonlarni joylaymiz. Moshina bozorim kanali bu O'zbekiston bo'yicha birinchilardan bo'lgan Moshina bozor kanali. Sizlar moshinani sotmoqchi, olmoqchi bo'lsanglar bizga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bizga ham hozir e'lonlar bo'yicha telefon qilishdi. Ketdi. Oke, necha pul so'rayapsizlar? Assalomu alaykum. 10 so'rov. Bundanmi? Mana bundan olamiz. Yili nechi ma'lumotlar aytib o'raysiz? 19. 19. Probegi? Probegi 74 ming yurgan. Kraskasi. Bitta kapotida va kapotida sepilgan. Usilitel o'ziniki. Hammasi o'zimizga. Bitta kapota. Bozor narxladimi buni? Narxladi. Necha pulga bermadingiz? 6700 ga. Necha pul bo'lsa berasiz? Hop, buni 8 bo'lsa beraman, 6-8 ga. Telefon raqamingizni aytib o'ring. 94lik 582 55 55. Sizlar tirikchilikmi yo o'zingizmi? O'zimniki. O'zingizda dehqonda ursam bo'ladi. Mana dehqonni o'zidan bemalol murojaat qilaversanglar bo'ladi. 2019-yil 74 ming yurgan metan gazi bor. Salonlari yaxshi holatda bo'lib turibdi. Xo'sh, shumka borga o'xshayapti. Shumkasi ham bormi? Shumka ham bor ekan. Bemalol murojaat qilaversanglar bo'ladi. Ko'ramiz. 2015-yil 1.2.5 motor 156 ming. Kimdan ekan bu? Buchi? Sizdanmi? Eng qizig'i aka, assalomu alaykum. Moshina bozorim kanali. Bizning kanalni mana shu qo'yib qo'yibsiz. Moshina bozorim kanalini. Xo'sh, bozor narxladimi buni? 2014 323 ming yurganmi? Bozor narxlashganimi? 6 ta berishdi. Bermadingiz. Necha pul bo'lsa berasiz? Azingiz qo'shsini beramiz. Telefon raqamingizni aytib oling. 90lik 912 93 90. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Rahmat aka. Xo'sh. 6000 ga bermabdi-da. Ozgina qo'shsalar berar ekanlar. Nimagaki bu avtomat korobka. Bemalol murojaat qilaversanglar bo'ladi. Siz tirikchilikmi yo dehqon o'zimi? Yo'q, o'zimga. O'zingizga? Bo'ldi, rahmat. Mana akalar. Sergeli moshina bozorida hamma olib sotar, tirikchilik devorishadi. Mana dehqonni o'zi ham olib chiqqan, ya'ni egalarining o'zi. Ketdi. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Xo'sh. Sizdaganmi aka? Assalomu alaykum. Ma'lumotlarni aytib turasiz endi aka, tushunsiz? Intervyu berish kerakmi nima? 2012 qora aka. Kraska petnolar bor. Kapot endi polni. Ularlari yo'q, suviga but-butun. Bozor narxladimi? Hop, bozor narxlamadi aka. 5000 so'rayapmiz. Kelishtirib berasiz. Kelishtirib beramiz, обязательно. Telefon raqamini aytaverasiz. Hop. 99lik 3.0 25 26. Korobka, motor, ходовой ishi yo'q. Qurtda ishlab turibdi. Soatda ishlab turibdi. Bu tirikchilikmi? Tirikchilik. Yana bor mashinangiz? Bor, aka, mana bu bor. Mana buni olamiz. Bu ma'lumotlarni aytaverasiz. Hop, 2015 aka. 2015 probegi. Kraskasi o'tkazlardi, probegi 128 ming. Narxchi aka? 156 ming ekan. 156. Ha, narxchi aka buni. 5900 aka. Yana Gazlari tepasida bor. gaplashasiz. Tepasida gaplashamiz. Telefon raqam 90 320 83 88. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Avtomat korobkami? Qaysi bir? Mana avtomat korobka. Top toza aka buni. Ha, top toza. Aha. 2019-yil tavallud topgan bu. Aha. Probegichi? 137 ming yurdilar. Narxchi. Beraverasizlar aka. Cho'mchida nech pul bor? Endi uni telefon qilib murojaat qilishadi. 8 ming berishsa, 34 yilligiga mustaqilligimizni 38 mingga beramiz. Buni bo'lib berishgan qilib berasizlar. Bo'lib berishganmi? To'ylarda beramiz uni. Bo'ladi. Gap yo'q. To'ylarda beramiz. Faqat naqdga to'g'rimi? Albatta. Telefon raqami 93 599 21 21. Faqat naqd ekan, telefon qilib bezovta qilmanglar. Hozir telefon bong'illarda agar bo'lib berishga degan. Sotilsa baraka. Sog' bo'ling aka. Bozoringizni bersin. Avtomat korobka, metan gazi bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bo'ldi. Lekin bunga nasiya savdo bu narsalar yo'q, faqat naqdga. Telefon qilib o'tirmanglar. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Mana shu jaydar akalarimiz ham bong'ila turishadi-da. Spark qatorda sizlarga Sparklar narxlarini aytib o'tdim. Endi sizlar bilan birgalikda Cobalt qatorida Cobaltlar narxlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Sergeli moshina bozorida Cobalt qatori Cobaltlar narxlarini aytib o'taman. Ma'lumot tariqasida 2025-yil base probegini 13200 ga so'rab o'tirishdi Sergeli moshina bozorida G Style'ni. Xo'sh, endi sizlarga ma'lumot. Xo'sh, 2024-25 top toza kraskasi 13 ming yurgan halol. Xo'sh, buni narxini 12700 so'rashyapti. Telefon raqamini yozib qoldiramiz. 94lik 84 51 54.
AI92 benzinda yurgan ekan, kraskalari top-toza ekan, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir keyingi mashinamiz Cobalt 2014 arzonchiroq so'raganligi 325 ming yurgan. 99,995 34 40. Bu kimdan ekan? Bu sizlardanmi aka? Narxi nech pul ekan? 7200 kelishtirib berasiz. Kraskasi? Kraska bor endi 2014-yil. Petnol, ha? Qilgan silgan joylarida bor. Ular yo'q. Yo'q, ichi buton. Benzinda gazi ham bor ekan, ha? Bozor narxladimi buni? Aka 6008 ga bermadi. Bermadingiz, telefon raqamini aytib qo'ydim, aka. Bo'ldi, bemalol. Rahmat, bozoringiz bersin. 7 dan sal 30. 7100, 7200 ga beraveramiz. Bu tirikchilikmi yo o'zingiz? Yo'q, tirikchilikdan biz. Bo'ldi, rahmat, bozoringiz bersin. Yana bormi bundan tashqari? Qaysi bor? 22 bor, 45 ming yurgan. Mashina olamiz 22-yil 45 ming masofani bosib o'tgan. Metani bormi yo? Yo'q, faqat benzinda yurgan. Kraskasi? Kraska 10 kiloda, chap kiloda bor. Narxi aka? 10500 aka buni narxi. Telefon raqamingizni aytib oling. 90lik 931 88 99. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Hozir keyin sizlarga zo'r chexolni ko'rsaman. Mana shu olib kelaverasiz. Assalomu alaykum aka. Xo'sh, mexanika. Tifini sizdanmi aka? Sizdan emasmi? Ha, sizlarga chexolni boplashibdi. 2019-20 mexanika. 2019 114 ming yurgan. Aha. Tak 9800 olamiz, sal o'tib beramiz. Kraskasi toza. Gazi bor ekan. Propani bor, tabletka propan, 4-pokoleniya. Aka, rahmat. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Mexanika, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Olib kelaverasiz. Bu yoqda sekin o'tib ketamiz, o'zimiz bilmagan holatda. Xo'sh, ma'lumotini yozib qo'yishgan bo'lsa. Bu kimdan ekan aka? Sizlardanmi? So'rab. 2200. Yerichi? 23. Probegi? 20 ming. Kraska top-toza bo'lsa kerak. Metan gazlari bor. Bozor narxladimi? Qilyapti. 11800 ga bermadi. Telefon raqamingizni aytib oling. 99lik. Aha. 87 7807. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sergeli mashina bozorda. Xo'sh, O'zbekiston bo'yicha eng ko'p sotilayotgan mashina tan olish kerak. Mana shu Cobaltlar bo'ladi. Cobalt qatorining narx-navolarni ko'rib chiqamiz. Bu kimdan ekan aka? Sizdanmi? 2025 7000 yurgan. Narxi nech pul aka? 13200. Bozor narxladimi? 13000 qildim. Bermadingiz. Yo'q, Bo'lgan 13200 mi? 13200 bo'ladi. Telefon raqamini ayta olmaymi? 90 959 86 52 bo'ladi, 13200 ekan. Midnight bo'ladi bu. Aka, mehr berib chiroyli qo'shadi. Bu kimdan ekan aka? Assalomu alaykum. Xo'sh, meta 2020 150 ming probeg yurgan. Salomni va alaykum. Maza qiladigan joyini aytaymi akalar? Hozir ko'rsataman sizlarga. 2020-yilga bo'lishga qaramasdan mana shu plombalarga yo'manda. Plombalarga yo'manda. Narxi nech pul ekan aka buni? 10 mingmi? Bo'lishimi yo yana ozgina kechirib berasizmi? Kechirib berasizmi? Telefon raqamlari 90 959 86 52. 10 ming so'rashyapti. Hozir mana. Aka, sizdanmi mashina? Nech pul so'rashayotgan ekan? 10,5 ming. 2021 66 ming yurgan, metan gazi bor. 10,5 ming so'rashyapti. Avtomat korobka. Hamma qiziqib ko'ryapti. Endi yana anaqani eshitamiz. Sal orqaga qaytamiz. Bir paytlar hamma tayinlovga ruxsatnoma yo'q paytda ana shu duxobani taqib olishardi. Gap yo'q, hali ham bor ekan, qoyil qoldim lekin. Qoyil, delfin rang. 2013-yil kimdan ekan aka? 320 ming. Narxi nech pul aka? 8,5 ming so'raymiz aka. Bu propanmi, metanmi? Propan. Propanda ekan. Tabletka. Bozor narxladimi buni? 8 mingga bermayapmiz aka. Bermayapsiz. Xo'sh, kraskalarichi? Top-toza kraska 320 ming yurgan, motori ochilmagan hali. Zavod uskuy turibdimi? Ha, mana saskich. Cobaltga qoyil qolsa bo'ladi, ha? Shunaqa yaxshi. Nech pul bo'lsa berasiz aka? Biz musofirda yurishadi-da. 8200 bo'lsa, kechda beramiz shunaqa qilib. Telefon raqamingizni aytib oling. 97lik Aha. 737 77 95. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Motor ochilmayotgan ekan, kraskalari top-toza ekan. Yana bitta savolim bor sizlarga. Kimga qaysi bir rang yoqadi? Oq yoqadimi yoki mana shu ko'k boru nimadir deylardimi? Kommentariy fikrlaringizni yozib qoldiringlar shu haqida. Darkman u yog'ini bilolmayapman, eslolmayapman.
fikrlarni yozib qo'yib, bitta like bosib qo'yinglar. Cobalt qatorida sizlarga 2013 dan boshlab 2025 gacha narxlansiga e'tibor beryapman. O'zingizlar xulosa qilib, mehnatimizga bitta like bosib qo'yasizlar. Ketdi. Hozir mashina narxini bitta so'rab qo'yamiz. Kraskasi top-toza ekan, 33 ming yurgan. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ketdi. 13.200 so'rashyapti bunga. Xo'sh, Cobalt qatorida Cobaltlar narxlarini aytib o'tyapman. Bizda jivoy, chunki o'shancha yurib kelyapmiz. Bizda jivoy, mana kelishuv yo'q, gaplashib olish yo'q. 2023 45 ming yurgan. Kimdan ekan bu? Narx nech pul ekan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 12 ming. 12 ming metani bor ekan. Bor metan. Kraskasi Top toza. bozor narxladimi? Narxladi. Nech pulga berilmadi? 11.8 ga narxladimda bermadim. Bermadingiz. Telefon raqamini aytavermaymi? Ha, aytaver. 97 096 07 00 raqamiga bemalol murojaat qilaverasizlar. 10.800 ga ham 11.800 ga ham berilmadi deyishyapti. O'sha ko'rishyapti. Ashra to'g'rasiz. Nima bor ekan bu yerda? Mana yo'q. Yotibdi. Ana, yaqinroq urasiz. Buni tizerga qo'yamiz. Nima tushdi degan payt. Assalomu alaykum akalar. Cobalt qarasizlar. Ha, baraka bo'ldimi? Yili nechi? 24. 24 probegi. Probegi 55 ming, kraskasi top toza, metan gaz. Nech pulga baraka qildingiz? Krugoy tonirovka 12250. Zo'r narxga beribsiz. Olgan odam ham chiroyli narx. Ocharing kaltini. Kimda kalt? Siz oldingizmi aka? Ha, Alloh xayrli qilsin. Gap yo'q mana. Yo, yaxshi narxga anu. Oluvchiga ham, sotuvchiga ham yaxshi narx. Mashina ezilmagan, qo'rlanmagan. Gap yo'q, haqiqatdan chiroyli bo'lib turibdi, bor-ku. Bo'ldi, hozir nomeri yozamiz. Sizga qarang. O bizaniki jivoy jonli bo'lgani uchun telefonimiz ham o'chib qoldi. Uzr so'raymiz bunga. Siz Cobalt qatorida davom etamiz. Telefonlarimiz o'chib qoldi, chunki jonli hech qanaqa montaj ham qilib o'tirmayman. Xo'sh. Cobalt ikkinchi pozitsiya 19-yil 65300. Avtomat korobka emas ekan, rusho ekan. Nech pulga baraka qildinglar? Shu joyini ololmay qoldim. 97 bo'lyapti. 100 so'mga tartishyapti. 98 ga beraman deyapti u egasi. Ha, barakani eng chiroyli Hozir joy. baraka bo'lsa, baqib yuboring, yurgizib yuboring, o'tib reklama qilib yuborsangiz. Islom qo'shinga ham olganingni boring. Yo'q, olsin shu pulga mana olib shunday olib chiqsin bo'ldi, nomiga. Ana shu yigitni ham rasmga olib qo'ying. Achqisi bordi. Telefoningizda rasmini. Rahimjon. Va 100 so'm qo'shib yuboringlar, talashmanglar, baraka bo'lsa. Juda ham chiroyli baraka bo'lyapti lekin. Qo'shdinglarmi? Ha. Qani olib keling. Baraka aka. Va beringlar buni. Aka. To'g'ri kelsa, o'sha joyi uchun so'raldi. Yo, rahmat aka. Xatoligi bo'lsa uzr lekin. Yo'q, Qanaqa? Barakani qaranglar, chiroyli. 100 so'mga qaramay bosinglar. 8 ga oling, baraka Shuncha topasiz. insonlar kelib turibdi. Shuni oldi. Baraka topasiz aka. Oling. Ko'rib turibdi Yo, aka. rahmat. Baraka topasizlar aka. Aka, inshaalloh baraka topasiz. Qo'lini ushlab rosa Mazza qilib mining, uyga boramiz, xonadoningizda shunday Bizdan pullarni o'sha- berasiz bo'ldi. O'sha barakasini toping deb turibmiz. Baraka mashqa bo'ladi. Baraka aka, baraka shuncha. Bering aka. Sizdan Sizdan qo'shing aka. Aka, ish bitmaydi, joy. Qaranglar. Men ana qo'shilmayapman, xolisona. Yo'q, yo'q, Xolisona. Qarang. Nech pulga talashyapsizlar hozir? 100 dollarga. Okey? Men prosta o'zim fikrim. Bo'ladimi? 50 cha, 50 qo'shsalar. Yo'q, yo'q. Ha, Qo'shmayman. qo'shmaysizmi? Va, unda kutar ekanmiz. Isha joy. Aka, shuncha odam qora ko'z oldi. 50 qo'shmas ekanlar. Xolis Allohga bu ham shuni tavakkal qilib so'rab turibdi. Men bunga hali uncha deb demadim. O'sha kami ko'zini ko'rsatdim bir qator aytdim. O'shani ma'qul kelsa, mard bo'lib seniki dedi. Bo'ldi. Aka, boyaga aytganingiz bo'yicha ketadi bu. Baraka. Bo'ladimi? Barakami? Qaysi aytgan bo'yicha? Shu chiqarani notarius qilib borib pulni olasiz, shunaqa bo'ladi. Bu boshqa Baraka. Ey Alloh xayrlasin. Barakami? Baraka. dardim ey. Qo'shilmasa, oldiga dumalamasa sal qanday narx Aka, deyiladi. oldiga dumaladi-ku. Yo, Hammasi chiroyli bo'ldi-ku. To'g'ri aka. Lekin qoyillagan. Chiroyli baraka. Haqiqiy baraka mana shu fayzli baraka shunaqa bo'ladi. Aka, bering o'shani. Bering shu so'raganiga. Qiziq savdo keldi. Yo, zo'r obijon. Jazman savdo bo'ldi. Bering. Minadigan odamga 50 so'm bilan qimmat qolmaydi. Bosang, aka rasxoti bor. Bitta aytdi o'shaga. 6 ham demadi.
Bittada aytdi 7 dedi. Bu ham mart savdo qildi. Dangal. Dangal savdo bo'ldi lekin. 7ga martga mart savdo bo'ldi. Men tepasida hali bir qadam minib ham ko'rgan. Shuni holatini ko'rdik, labziga ishondik bo'ldi. Boshqa gap yo'q. Biz buni beringlar, dadil savdo beringlar. Buni Qo'qonda kami 10 ga sotamiz. Aka, menga qarang. Mana shu yerda turibmizmi? Qo'qonga ham boraveramiz. 100 dollarga qaramang. Bosing. Juda chiroyli. Rahimjon. Voy, beringlar buni. Biz Obidjonga yo'q. Ochiq savdo bergan ustiga chiroyli degan aka. Mana shu ikkallaring o'rtalaringda pishyapti. Men xolisman, boya vaziyatni tushuntirdim, to'g'rimi? Yo'q, Obidjon aka gap yo'q. Kelgan odamman bular. Davlatda ishlagan odamman dedi. Olib kelgan odamman dedi. Aka, mana shuncha qora ko'z oldi, baraka aka. Bering shu 100 dollarga. Ana shu uchalaringizga ana shu juda chiroyli bo'ladi. Boyagi o'zingiz aytdingiz. Alloh ozginasidan ham barakasini berib qo'ygan bo'lsa, undan ham xursand bo'ladigan joy. Baraka aka, bo'ldi endi, baraka. Yo'q, tushundim. Baraka. Qo'shilmasa endi oldik. Joyini tushuntirib bo'ldi. Amallab borgunicha to'g'irlatib qo'yamiz. Men nimadir mashtan o'g'ring. Ey kamerachi, mashtan o'g'ring meni lekin qoyil. Mana shu barakani kutamiz lekin o'g'rasiz o'sha yerdan. O'g'ring. Keyingi barakaga o'yib mana shu tomonga qarang. Bu yoqda ham baraka, bu yoqda ham baraka yetashyapti. Olib keling. Bu yoqda ham baraka, bu yoqda ham baraka. Lekin u 907 ga talashyapti, aka. 908 qo'shing deyapti. Endi 100 ga u shuncha odam videoga ham o'yatdi mana. Ketdi internetga. Mana bu chekkani men tanimayman, hech kim tanimaydi. Sal bor. Voy, bizga qaysi biriga urguramiz? Bu yoqqa ham baraka, u yoqda ham baraka. Voy. U yoqda ham baraka lekin bor-ku. Barakali joy ekan. Ha, barakali joy ekan, lekin bugungi Sergeli Mosha bozorida mana ikki tomon ko'rsating mana shu tomonni baraka yetalashyapti. Bu yoqda ham baraka yetalashyapti. Mana shu qarang. Savdoni mana shirin joyida keldingiz-da aka. Ozgina qimmat qilsangiz, bu qimmatini qildi. Bu qo'lidan kelguncha qildi. 100 qilmadi, 50 qilmadi, 150 qilmadi aka. Shunday 100 so'mni o'ting barakasini bering. Obid aka. Aka 6 qilib 7 qilganda beramiz deysiz aka. Yo'q, unaqaga Biz unaqa qilmadik, tushundik mana. 3 ta bermaymanmi aka? Aka, shu bitta so'radi, martga mart qilib. Nimadir deyishga hayronman lekin qoyil qolsa bo'ladi. Bu yoqda 100 ga talashyapti. Ayoqda bilmadim lekin. 907 ga berilmadi. Hozir. Biz endi oyoqqa borib turamiz. Bu yo'ni barakasi hali pish arafasida bo'lyapti lekin. Hali ham baraka bo'lmadimi? Qanchaga talashyapsizlar? 100 so'm, u yoqda ham 100 so'mga, bu yoqda ham 100 so'mga. Shirin joy shu qiladi-da. Do'da ozgina qo'shmaysizmi? Qo'shdim men. Bulardan tashqari oraga kirdim, qo'shdim men, 50 qo'shdim. Mana. Nimadir deysiz? 50 qo'shdim men, 50 qo'shdim mana aka. Agar xalq mana xalq, hech kim tanimayman men masalan mana. Ay, xolisoni bor. Surxondaryoda Bobotog' degan tog' bor. Toqqa chiqib ketamiz. Qara, Allohlar makani. Allohlar makani. Pensiyanı yiqqanman pulni. Bering endi. 750 fot. Bering endi. 850 bo'lsa. Bering endi 100 ga. 11 ga 150 so'm o'tib Ular 700 qilgan men 50 qo'shdim men. Aka, generalni ta'minlashni qilib beryapman. Nechta o'g'illar bo'lsa hammasiga yozdirib beraman. O'zimni hisobimda 50 qo'shdim mayli. Bulardan 50 tushib 50 chiqish kerak ekan. 750 qo'shdim men, qo'yapti. 50 tushib 50 chiqish kerak. Chiqdim men endi. Qarang. Shuncha xaloyiqning duosini oladi. Qarang, shuncha xaloyiq. Ey, hali motor. Bering. Voy, hamma urush bo'lyapti deb o'ylayapti. Voy. Bor-da, bor. Bor emas, bor deb bering. Rahmat. Hech pul bo'ldi bu. Mana bozorda bo'lsa, yarmini beraman deyman. Bering aka, Naqd beramiz. Bor. Qarang. Lekin bu bozor shunaqa fayzli bozor bo'ldi. Endi plus minus qilaylik endi. Pulni qildimda men o'zim hisobimda 50 qo'shdim men hozir. Qancha yetmayapti? 100 dollar hal qilyapti. 100 so'm yetmayapti. 100 so'm. Hozir pishtaka. Ozgina yuringchi do'da berarlar. Ko'ringlar. Ey, ala. Endi baraka bo'lish kerak. Barakami?
Qarang, shoshmay turing. Sal bor, sal. Qarang, shuncha xalq turibdi mana, xalq mana. Hech kim so'ramayapti. Lekin Men biza o'zim ustachilik qilaman. qoyil Qo'limda qoldik kasbi lekin. yo'q mana aka. 50 yil bo'ldi qo'lim ham yo'q. Ikkalasini bir Bering qo'lsiz endi. bir bo'lar ekan. Bering shuncha xalq duosi bor bu yerda. Sal bor tog'a, az borda. Bermang o'zim sal. O'zi 11 ming deb aytdim, men sizga Faizli baraka bo'lyapti lekin bor-ku. Lekin juda ham qiziq bo'lyapti. 11 ming dedim. Bularga 150 so'm dokumentiga o'tib beraman dedim. Generaldan qilib beraman deyapman. Xo'p, mayli, bularni men savdo bilmayman. Men o'zimni hisobimdan bular shunday dedi, 50 qo'shaylik deb o'zim qo'shaman. General bitgandan keyin generalni qilib beraman desa pulini to'lashlar deb qo'ying. Joyini. Pensiyamdan 50 qo'shaman deyapman bularga. Doda. Shu tandirda ham olib bermang, 50 qo'shing, 50 tushing, ashim bilan ishingiz bitib ketadi. O'g'illarga olib beryapsiz, oling. Minus bo'lyapti. Beringlar, bermasangiz olmaydi. Barakami? Barakami? 50 so'm qo'shyapti, 50 so'm tushyapsiz. Zo'r narx bo'ldi. To'xtamagan, mayli, chekkani tanimayman ularni. Barakami? Bering, Bering, dodaga bering. Bering. Dodani yoshlardan bering. Bo'lma. Bering endi. Bering, qo'shdilar doda. Doda qo'shdilar-ku. Televiziyadan kelgan, televiziyadan. Meni yurtimdan kelgan, meni yurtimdan. Qo'shdilar-ku. 8 bo'lsa bering, davay. Bering endi. O'zi mo'ljal 11 ming deb. Duo qilishadi, berib. 50 dollar ekan. Aka mo'ljalga hech kim yetmagan. 700 qildim, men 8 ga chiqdimmi? Doda mardi Bering endi. berib yuboring 50 dollar aka. Aka berib yuboring. Shunda kecha Dilmanqanda aytdim-ku men. Mana aytdim. 11 ming bo'lishi dedim. Qoyil lekin bunaqasi bo'lmagan. Hamma moshina olaman degan joyda mashina yuribdi. U moshina sotilmayapti yo'q. Bozor bo'yicha Bu odamlarning barakasi boshqa ekan. dehqonman men, dehqon peshona terim bilan topdim. Bering. Baraka bering. Bering. Bermay turing bo'lsa. Jazmanga beringda. Ya 50 so'mga qiynalmay baraka topasiz. O'zim davolashda yotibman. Ya mayli, yaxshi bo'lib ketdi. Qo'ymayot keldim men. Lekin. Martini qilib qo'yishdi. Bering. 100 qo'shdan, 100 qo'sh beradi. Dehqon, 600 pulni xolos. Nima beradi? 600 ming so'm berib oling, naqdasar, aka, naqdasar. Voy, duo qilishadi. Qaydan klient topolmaysiz. Voy, bunaqasi bo'lmagan lekin. Bering. Naq pul chiqyapti bu, naq pul. To'lashmaydi. Ozod qilgan o'zi 11,5 da o'qilgan. Aka. Bering nodamlarga. Yoshlaridan o'tib yuring. Anchim bundan barakali aka. Yosh O'rtasidan bo'lib oling beradi. O'zi bu chiqdi bu. Valla chiqdilar-ku dodamlar. Chiqadigan joyga chiqib bo'ldi o'zi. Lekin qo'yib. 25 dollar o'tib. Jazman chiqyapmiz biz. Og'a 25 mana shu dollarga Doda. 25 qo'shasizmi? Qo'sholmayman. Qo'sha olmaysiz. Men davolanyapman. Kuniga 850 ming so'mdan yotyapman men. Boshqa devorlarmi? Barakali bir olib ko'ring shu tog'ani pulini. Bering, bering. Yoshlardan ham o'tib keting. Baraka. Voy, nesh pulga baraka bo'ldi? 10,800 ga baraka bo'ldi. 10,800 ga. Alloh xayrli qilsin. Rahmat sizga ham, sizga ham. Rahmat. Sotgandan baraka topadi. 10,800 ga baraka bo'ldi. Ketdi. Voy, Sergeli moshina bozorida assalomu alaykum. Sergeli moshina bozorida Cobalt qatorida shunaqa janjalli talashlarga guvohi bo'ldinglar. Kommentariyaga fikringlarni yozib qoldiringlar. Bugun faizli Sergeli moshina bozorida o'sh barakalarni zo'ri bo'ldi. Keyingi sonlarimizda uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bitta like bosib qo'yinglar.